Plyajga dam olgani borib, birato'lasi boyib ketish mumkin. Desam ishonasizlarmi? Buni hozir sizlarga videoda o'rgataman. Bungacha like bosing. Jigar, bu xazina ambra. 1 kilogrammi $120 ming. Masalan, rossiyalik sayyohlar 7 kilogramm topishgan. Bu esa $840 ming. Qanday hosil bo'ladi bu ambra? Kashelot kalmarni yeb qo'yadi. Kalmar tumshug'i ichakka tiqilib qolsa, ichak uni maxsus moddalar bilan qoplay boshlaydi. Keyin kashelot chiqindini tashqariga chiqaradi. Agar ana shu bo'lak qirg'oqqa chiqsa va siz uni topsangiz, siz boyib ketasiz, xudo xohlasa. Ambrani esa eng qimmat atirlar ishlab chiqaruvchilari sotib oladi. Uning hidi mushkusli, yong'ochsimon, tamaki va vanil ohanglariga o'xshaydi. Atirlarda esa u hidni uzoqroq saqlab turuvchi unikal fiksator sifatida ishlaydi. Lekin ambra biznesi ochaman deb o'ylamang. Chunki 100 ta kashelotdan faqat 2 tasida yillar davomida ambra hosil bo'ladi. Bundan tashqari, kashelotlarni boqish ham noqonuniy va katta jarimalar bilan jazolanadi. Xullas, plyajdagi eng qimmat xazina bu ambra. Uni topish omadga bog'liq. Qiziqib urinib ko'rsanglar bo'ladi. Videolarimiz qiziqarli va ma'lumotlarga boy. Shunga bizga obuna bo'ling va do'stlaringiz bilan ulashing. Keyingi video bundan ham qiziq bo'ladi.